Legenda mana shu bo'ladi. Eng originali oliy navlisi mana shu bo'ladi. 8069 eng zo'ri mana shu. Gullariga ahamiyat beramiz. Mana bosh tarafi o'sha ananasi eng kattasi, hashamati, balandligi mana shu bo'ladi. Oyoq tarafida ham xuddi shuni shakli bo'ladi. Shuni e'tiborga olasizlar, farqi, rang-rahmoni boshqachaligi bilan ajralib turadi. 8069 legendaligi mana shu bo'ladi. Hamma narsani 8069 bo'lavermaydi. Buni yaxshilab bilib olinglar. Rangiga, adreslariga e'tibor berasizlar. Sosteniyasi ideal ko'p ishlatmagan ekanlar. Matrasni xohlovchilar uchun siz so'ragan matrasda qilib beramiz, faqat kelishuv asosida bo'ladi. Shifonirangiz 3 metr bo'ladi. Endi hashamatiga bitta like bosmasangiz bo'lmaydi. Oldidan ketkim kelmayapti. O'zini trimosi, trimoni ham hashamatiga qarab, oldi taraflari uni o'yilgan holatda, kesilgan holatda ishlatilgan qilingan bo'ladi. Bortgan bo'ladi, pufiklari bo'ladi. Chester ham katta bo'ladi. Balandligi 120, eni 90 bo'ladi. 5 ta tortmasi, adreslar, ranglarini qaranglar buni. Sandiq buniki emas. Endi kiradi bosh tarafida har doimdagidek gul bilan ajralib turaveradi. Ikkita tumbuchkasi. Tumbuchkasi ham обычный tumbuchkalar to'rtburchak shaklda bo'lsa, unda o'yilgan bo'ladi. 8069 legendani originali mana shu bo'ladi, boshqasi bo'lmaydi. Eng zo'rlari bizada bo'ladi. Kuzatishda davom etasizlar.